9 oy davomida sochlarimiz oqarib, nerv tolalarimiz uzilib, mana bu 2 kvadratli xonadonni remontini bitirdik azizlar. Sizlar uchun xudo xolasa yurakdan $300,000 mana shu remontimizni o'ziga ketgan 2 kvadratli xonadonni bittalab ko'rsatib beraman. Qiziq bo'lsa, shunaqangi kvartira interesni, qiziq yoki yaqinlar izlayotgan bo'lsa, videomizni oxirigacha ko'ring. Nimalar ishlatganimizni maksimal tushuntirib berishga harakat qilaman. Kelinglar. Kirishimiz bilan mana shu joydan kirish boshlanadi. 1 daqiqa. Kirishimiz bilan bu yoqda mana полностью kafelniy zona qilingan bu tomonda va bu yoqda shkaflarimiz bor, stroyniy shkaflarimiz. Bu joyda ishlatilgan hamma narsalarimiz, mexanizmlar hammasi blum ishlatilgan. Bular esa полностью italyanskiy mebellar qilganmiz azizlar. Buni ham ko'rasizlar, bu ham tosh, toza. Gilamlarimiz Eron gilamlari ishlatilgan. Uyimizda 3 ta sanuzildan iborat. Bu yerda esa robot plistos ham olib kelib qo'yganmiz. O'zini tozalab yuraveradi, sizni vaqtingizni tejaydi. Endi lustramizga ham keladigan bo'lsak, lustramizning hammasi eksklyuziv lustralar bazakasiga keltirilgan. Patologimiz ham 3 metr, qolgan xonalarimiz undan-da balandroq. Bu общий sanuzilimiz bo'ladi. Bu sanuzilimizda ham ishlatilgan narsalar juda ham sifatli narsalar ishlatganmiz. Xrustalniy lustralarni osib qo'yganmiz. Tahorat uchun ham moslab qo'yganmiz. Xo'p, endi kelinglar bir boshdan ko'rsatib beraman. Bu hovlimizda mana bu joydan полностью shkaf qilganmiz. Bu yerda ham juda ham ko'p narsa ketadi. 2 kvadrat plus gardroflari ham bor, uni ham ko'rsataman. Bu mana bu ham ko'rasizlar, yopilishlari juda ham zo'r, mexanizmlari blum qilingan, mebellar ham juda ham sifatlisi qilingansizlar. Eshiklarimizga keladigan bo'lsak, hammasi bu eshiklarimiz juda ham sifatli eshiklar qilingan va yog'och eshiklar. Bular NDF emas, toza yog'och eshiklar qilingansizlar. Tarkitlarimiz hammasi eksklyuziv tarkitlar qilingan. Bu yerda ham ishlatilgan gilamlarimiz hammasi Eron gilamlari. Zalimizni ham ko'rib o'zingiz bitta baho berib qo'yishingiz bo'ladi. Endi mana bu joyga alohida to'xtalamiz. Bu yerda 10 talik o'tiradigan zonamiz, stolimiz toza kristalniy stol, italyanskiy va stulimiz ham italyanskiy stullar bo'ladi. Agar remontga, mebellarga tushunadigan odamlar o'zi bilishadi, bular nech pul turishini, bular toza tosh, qimillatib bo'lmaydi, hech kim uni qimillata olmaysiz. Bu yoqda keladigan bo'lsa, TV zonamizni ko'rasizlar. Bu yerda original LG 86 talik televizor osganmiz. Bu yoqda esa toza shpondan qilganmiz. Bular NDF emas, toza shpon, azizlar. Xo'p, bu yoqda esa 12 dan jurnalli stol qilganmiz. Bular toza 12 toshlari. Bu yoqda esa fransuskiy choyni qilganmiz. Bu mягкий zonamiz ham полностью italyanskiy qilganmiz. Juda ham yumshoq. Mana bu ham почти uncha joyda ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Полностью panorama oyna, yakkasaroyda joylashgan 2 kvadrat, ikkita подъемный parkovkasi ichida, narxini oxirida aytaman. Kutib turinglar azizlar. Endi oshxonaga alohida bitta to'xtalib o'tamiz. Faqat oshxonani ko'rishdan oldin kelishib olamiz. Agar yoqsa, like bosib qo'yasiz, men tushuntirib beraman maksimalni. Menimcha ayollarimizga, menimcha o'g'il bolalarga ham yoqadi, chunki oshxonada ko'proq vaqt ketadi. Oshxonamizda 8 talik o'tiradigan stol so'qiganmiz. Men bular ham ayollarimni tushunsa kerak, bular hammasi originalniy idish-tovoqlar qo'yganmiz. Bu yerda ham tosh 12 qilganmiz va stullarimiz hammasi mana bular karbon elementlari ishlatilgan. Toza original karbon italyanskiy qilganmiz buni. Bu yoqqa to'xtaladigan bo'lsak, oshxonamiz полностью krashniy mebel qilingan. Mexanizmlari hammasi blum. Bu yoqda esa $10,000lik smek xolodilnigimizni joylab qo'yganmiz. Bu yoqda ishlatilgan smeklarimiz hammasi smesisalarimiz smek qilingan, italyanskiy brend bilishadi hamma. Va bu joyda esa полностью mana musor yashigimiz ham даже smek qo'yganmiz. Bu yoqda esa filtrlarimiz bor. Texnikalar qo'yganmiz, полностью idish-tovoqgacha qo'yib qo'yganmiz. Hammasi smek, gazimiz smek. Bu yoqda vitishkamiz bor, bu ham smek. Mana bundan suv keladi, bemalol qozonlarni suvlari qilib, suv ovqatlar qilsangiz bo'ladi. Bar hamma ovqatga, choyga suv kerak bo'ladi. Bu ham filtrlangan, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu yoqda kofe mashinasi smek, mikrovolnovka pechimiz ham smek qo'yilgan. Bu yoqda esa kattagina посудомойкamiz, bu ham smek azizlar, italyanskiy. Kafellarimiz hammasi Eron kafelari qilganmiz, ba'zi bu joylarni ispanskiy qilganmiz. Bu yoqda ishlatilgan gilamlar hammasi Eron gilamlar.
Endi kelinglar bir boshdan qolgan xonalarni ko'rsatib chiqaman. Faqat zerikib qolmaysizlar, chunki xonamiz ko'p. 5 ta xona, 3 ta sanuzildan iborat, ikkinchi etajda va balkoni ham bor. Bu esa detskiy xonamiz. Ishlatilgan uyimizda polni atachinto jemchug rangidan qilingan va italyanskiy brenddan qilingan. Bular hammasi juda ham yumshoq. Matraslarimiz ham juda ham yumshoq, qimmati, yaxshisini qilganmiz. Bu yerda ishlatilgan gilamlarimiz Eron gilami. Bu yoqda krashinli mebellar qilganmiz va dekorlar bilan chiroyli qilib bezatib qo'yganmiz. Hamma xonada konditsionerlar bor. Konditsionerlar hammasi Bosch firmasiga tegishli. Endi kelinglar. Lekin uyimizni videoda unchalik bilinmasligi mumkin, lekin живой kelib ko'rsangiz, realniy zo'r. Puli bor yaqinlar, qadrdonlaringiz bo'lsa, jo'natib qo'yasiz. Kelinglar. Endi ikkinchi detskiy xonamizga kiramiz. Bu o'g'il bolalarga yoki qizlarga yoki odam ko'p bo'lsa yotsa bo'ladigan xonamiz, katta. Bu yerda ham ikkitali karavot, matraslari ham juda ham yumshoq matraslar. Bu yoqda ham, u yoqda ham kattagina shkafi va kichik shkaf ham chuqur qilingan. Hamma kiyimlari ketadi bolalarning. Kelinglar. Endi mana bu joyga ahamiyat berib o'tsak, uyimizni mana bu yerda burchagi yo'q, umuman. Juda ham oysimon qilingan, juda ham zo'r qilib qo'yganmiz. Endi kelinglar. Bu yoqda yana bitta gostinniy spalnimiz bor. Bu yerda matrasdan tortib pastelgacha hammasi juda ham sifatli qilganmiz. O'zi ayollarimiz tushunadi. Bu yoqda krashinli mebellar, hamma televizorimiz original LG televizor qo'yganmiz. Gilamlarimiz Eron. Juda ham yumshoq. Kvartiramiz skvoznoy. Eshiklarimiz ham yopilishlarini, obnalichkalarni ham bir e'tibor berib qarasangiz, bu ham juda ham qimmat turadi azizlar. Endi общий sanuzilga kiramiz. Bu yana bitta sanuzilimiz общий, kelinglar. Bu joy ham alohida to'xtalmasak bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, kafellarimizdan ispanskiy kafel qilganmiz. Bu yerda o'zining shkaflari bor, yopilishlari juda ham zo'r. Bu yerda polniy mexanizm blum. Sushkamiz, stiralkamiz, smek qo'yganmiz bu yerda italyanskiy. Bu yerda ham kattagina lustra qilganmiz, uni ham podzakas olib keltirganmiz. Qisqa qilib aytganda, yashaging kelar degan xonadon mana shu bo'ladi. Imkoniyat bo'lsa, oilaviy, maza qilib shunaqa kvartirada yashash kerak. Kelinglar, bismillahirrohmanirrohim. Bu joyimizda master spalnimiz bo'ladi. Bitta-ikkita narsamiz qolgan, uni ertaga qo'yamiz, yana to'liqroq video qilamiz. Bu yerda ham ko'ryapsizlar, televizor original, u yerda Bosch, bu yoqda hamma mexanizmlari bor. Endi mana bu yoqda Missin Diordan olib kelib qo'yganmiz. Xalati, tapchkasi, sochuv-mochuvlarigacha bor. Bu yoqda esa o'zini sanuziliga egazlar. Umumiy 3 ta sanuzil bo'lyapti uyimizda. 3 ta sanuzil. Nimaga bu uyga 300 ming dollarga yaqin pul ketdi desangiz, agar tushunsangiz, sifatli mebel, sifatli texnika, sifatli narsa ishlatsangiz uyingizga обязательно bunaqa narx ketadi. Chunki uyimiz ham kichkina emas, почти 2 sotuvli kvartira, uchastka bo'ladi. Bu spalnining o'zining garderob xonasi. Mana shu garderobimiz o'ziga 10 mingdan yuqori pul ketgan azizlar. Nimaga? Sifatli narsalar qilinganligi uchun. Blum mexanizmlari qilingan, hammasi mana bular krashinli qilingan. Ko'rasizlar, bu yoqda ham bor, mana bu yoqda o'tirib bemalol kiyim-kechaklari qilsangiz bo'ladi azizlar. Hurmatli do'stlar, agarda kvartiramiz sizga kerak bo'lsa, yoqsa, imkoniyat darajasi shunaqa yetadigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Uyimiz narxiga keladigan bo'lsak, 595 ming so'rayapmiz. Sunnatiga ozgina o'tamiz, ko'p o'tmaymiz. Negaki, o'zi 300 mingga yaqin pul ketgan xonadonimizga va 2 kvadratli xonadon. Yakkasaroyda joylashgan, orientirimiz Yakkasaroy to'yxona bo'ladi. Lokatsiya juda ham zo'r, закрытый двор. 5 ta podyezdli dom, 6 etajkali novostroyka, juda ham baquvvat qurilgan novostroyka, juda ham qo'shlarimiz ham yaxshi, ahil qo'shlar yashaydi. Shunaqa kvartira kerak bo'lsa, havas qilgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying, do'stlarga maksimalni tarqatib qo'ying, ular ham xursand bo'ladi kvartirani ko'rib, xudo xolasa, ana aytadi, yaxshi narsa ko'rsa, voy, menga ham yetkazsa deydi, niyat qilsa, Allohga osonga yetkazib qo'yadi. Hammalarni yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qilinglar, ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr. Men oshxonaga ketdim.